Oilada kichkina farzand bo'lib tug'ilish bu. Одновременно onajoningizni eng sevgan farzandi ham siz bo'lasiz. Eng ko'p yomon gaplarni eshitib kaltak yeydigan ham farzandi siz bo'lasiz. Kichkina farzand bo'lish bu sizni har doim katta farzand bilan solishtirishadi. Sani yoshingda akang yoki opang mana bunaqa qilgan, u mana bunaqa bo'lgan, sen mana bunaqasan, u mana bunaqa zo'r bo'lgan, sen mana bunaqa tupoysan deb solishtirishlar bu всегда bor. Oilada kichkina farzand bo'lish bu. Bu joyga bormoqchi bo'lsangiz, 1 oy oldin iltimos qilib yig'lab ruxsat so'raysiz. Xo'p deb o'sha joyga borganingizdan keyin ham sizga uydagilaringiz har 5 minutda telefon qilishadi. Kim bilansan, qayoqdasan, hammasi yaxshimi, nima qilyapsan, bunaqa deb har doim telefon qilishadi. Oilada kichkina farzandlarga ishonch 0. Uydan u bu narsa yetsa ham sen olding, uyda u bu narsa sinsa ham sen sindirding. Uyda любой ko'chada kimdir o'lib qolsa ham u sen sababchi o'ldi bo'ladi. Keyin har doim kichkina farzandlarning qo'lidan hech nima kelmaydi deb o'ylashadi uydagilar. Bilmayman nimaga. Opang zo'r, opang boshqa joyga, akang, opang jo'natsa o'zini kunni ko'rib ketadi, zo'r yashab ketadi, u ishlaydi, balo qiladi, batar qiladi, lekin sari qo'lingdan balo ham kelmaydi, nikchomliysan deydigan gaplarni har doim kichkina farzandda eshitib keladi ham. Keyin uydagilarni ko'tiga qaysidir ish qilish yoqmasa, например, mana 5 metr u yoqda telefon yoki pul turgan bo'lsa ham palonchi deb kichkina farzandni chaqirib o'sha narsani oldirishadi. Bekorga aytishmagan, o'zbekning kichigi bo'lgandan ko'ra kuchugi bo'lgan yaxshi deb. Xullas kichkina farzandlik juda qiyin. Kichkina farzandlar kommentariyada yozinglar, dardimiz birmi?